Ertalab turganingizda tizzangizda qotish va yurishga qiynalyapsizmi? Bu oddiy holat emas. Bu tanangiz sizga berayotgan jiddiy signal bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum. Ko'pchilik bu belgilarni yoshga, ob-havoga va charchoqqa bog'laydi. Ammo bu noto'g'ri. Chunki bu Minsk jarohatining boshlanishi bo'lishi mumkin va e'tibor berilmasa, bu artrozga aylanib ketishi mumkin. Bugun siz artrozni qanday boshlanishi va uni nima tezlashtirayotganini va nima uni to'xtatishini bilib olasiz. Bu shunchaki suyak yemirilishi emas. Bu tizzadagi ortiqcha yuklama yoki bo'lmasam tizzadagi jarohat yoki tizzamizdagi minerallarning kamligi. Suyak yemirilishiga 3 ta asosiy sabablar bor. Birinchisi ortiqcha vazn. Ortiqcha 1 kilo vazn tizzamizga 4 kilogacha bo'lgan bosim, ya'ni nagruzkani beradi. Ikkinchi sabab oldin orttirilgan travma yoki eski jarohat va kam harakatlik. Uchinchi sabab bu noto'g'ri ovqatlanish. Hozirgi kunda juda ko'p noto'g'ri ovqatlanamiz, ya'ni gazli ichimliklar, shirinliklar va fast foodlar. Nima qilish kerak va buni qanday oldini olsa bo'ladi? Birinchisi, uy sharoitida qilishingiz bo'lgan mashqlar va harakatlar, ammo mutaxassis nazorati ostida. Ikkinchisi, to'g'ri ovqatlanish, fast food va shirinliklar, xamirlarni kamaytirish va iloji boricha dieta qilish. Uchinchisi, agarda sizda ham shunday muammolar bo'lsa, nafaqat tizzangizni, balkim umurtqa pog'onasi, balkim oyoqlar va qo'llarni ham qon aylanish tizimini yaxshilab beramiz. Yaqinda shu muammo bilan bizga bir patsientimiz tashrif buyurdilar. Ularda ortiqcha vazn va tizzalarda qotish ikkinchi stepli tizza yemirilishi berilgan edi. Harakatlar cheklangan, og'riqlar kuchli va qiziqib ular bilan suhbatlashganimizda xamir va gazli ichimliklarni ko'p iste'mol qilishlarini bildik va o'shalarni kamaytirgan holatda muolajalar o'tkazdik va natijalarimiz juda ham yaxshi bo'ldi. Sizlarga ham maslahat beraman. Shirinliklar va gazli ichimliklar, fast foodlarni kamaytirib, to'g'ri ovqatlanish va harakatni ko'paytirishga. Agar sizda ham shunday muammolar kuzatilayotgan bo'lsa, bizga murojaat qiling yoki bo'lmasam kommentariyada muammolaringizni yozib qoldiring. Biz o'zimiz sizga aloqaga chiqamiz.